Abituriyent 88. mavzudan boshlaymiz. Birinchi misolda soddalashtirish kerak. Bu yerda mahraj beramiz. Bunga sinus 2x dan, bunga esa kosinus 2x dan mahraj beramiz. Shunda sinus 6x kosinus 6x ko'paygan kosinus 2x mahrajında ikkisini ko'paytmasi bo'ladi. Sinus 2x ko'paygan kosinus 2x. Endi bizda mana shunday formula bor. Kosinus alfa minus beta degan. Buni ishlab agar kosinus bo'lsa, ikkalasi ham kosinus bo'ladi, keyin sinus bo'ladi. Ya'ni kosinus alfa, kosinus beta o'rtasi manfiy bo'lgani uchun bu tarafda plus bo'ladi. Sinus alfa, sinus beta. Yana shu formula bu yerda takrorlangan, lekin o'rni almashtirdi. Baribir o'rtasi plus bo'lgani uchun baribir shu formula bilan bir xil. Ya'ni yuqoridagi kosinus alfa minus beta. Ya'ni bu yerda 6x alfa, 2x beta deb olamiz. Shunda ayirmasi 4x dan bo'ladi. Mahrajında ikkalasini ko'paytmas. Sinus 2x ko'paygan kosinus 2x. Endi yana shu pasini, ya'ni mahrajini surati va mahrajini 2 ga ko'paytirsak bo'ladi. Yuqorida 2 keladi, pastda ham 2 keladi. Yana shu pastdagi ifoda yana bir formulani beradi. Ya'ni sinus 2 alfani biza yozsak bo'ladi. 2 dona sinus alfa kosinus alfa. Bu yerdagi alfaning qiymati sinus 2x bo'lib turibdi, ya'ni sinus 2x kosinus 2x. Buni biza shuna mahrajini nima deymiz? Sinus 4x deb yozsak bo'ladi. Yuqorida 2 kosinus 4x. Ikkalasi ham bir xil bo'lgani uchun to'g'ri bo'lamiz endi. Kosinusni sinusga bo'lganda katangiz keladi. Ya'ni 2 katangiz 4x. Seksen sakkizinci mavzu. Abituriyent 88. mavzu. Birinchi misolda sinus 6x taqsim kosinus 2x plus kosinus 6x taqsim sinus 2x ni hisoblashimiz kerak. İkinci misolda shartini hisoblashimiz kerak. Bizda formula bor. Sinus alfa, ya'ni sinus alfa sinus beta, kosinus alfa kosinus beta. Agar bu almashtirgan holatda bo'lsa, bunday formulamiz bor bizda. Kosinus alfa plus beta degan. Buni biza kosinus alfa kosinus beta olamiz. Sinus alfa sinus beta. Ya'ni o'rta plus bo'lsa, bu yerda minus bo'ladi. Kosinus bo'lishi uchun ikkisi kosinus, ikkisi sinus bo'lishi kerak. Lekin yuqorida ikkisi ham sinus, ikkisi kosinus, lekin o'rni almashgan. Ya'ni formulaga ko'ra o'rni almashib yozilgan. Endi biza o'rni almashtiramiz va minus ishorasi chiqarsak bo'ladi. Minus cos yozamiz. Birinchi mana bu kosinus pi taqsim 6 kosinus pi taqsim 12 ayiramiz. Sinus pi taqsim 12 sinus pi taqsim 6. Endi mana shu formulaga to'g'ri keldi. Bu yerda buni yechimi alfa bilan betani qo'shtirib kosinus deyishimiz kerak. Ya'ni mana shu ifoda deng bo'ladi minusdan kosinus pi taqsim 6 bilan pi taqsim 12 ni bir-biriga qo'shamiz. o'n ikki bo'lish uchun 6 ga 2 dan mahraj beramiz. 2 pi taqsim 12 qo'shamiz pi taqsim 12. Ya'ni 2 pi taqsim 12, pi taqsim 12, 3 pi taqsim 12 oladi. Minusdan kosinus 3 pi taqsim 12. 3'e bo'lganda minusdan kosinus pi taqsim 4 hosil bo'ladi. Pi taqsim 4 dan 45 gradus, kosinus 45 da minusdan ilzasini 2 taqsim 2 degan javob keladi. İkinci misolda doğru javobi bu yerda yo'q ekan. Demak, javoblari xato kitobni. Uchinchi misolda buni ham hisoblashimiz kerak. Bu yerda bir dona yo'li bor, faqatgina mahraj beramiz. Bu kasra kosinus 20 dan, bu kasra sinus 20 dan mahraj beramiz. Kosinus 20 ni 1 ga ko'paytirganda kosinus 20 plus ilzasında 3 sinus 20. Mahrajında ise
ikkalasini ko'paytmasi bo'ladi. Sinus 20 ko'paygan kosinus 20. Endi biza mana shu joyida surat va maxrajini 1/2 ko'paytirishimiz kerak. Ya'ni bu yerda 1 bor. 1/2 ko'paysa 1/2 kosinus 20 qo'shamiz. Buni 1/2 ko'paytirsak, ilzosida 3/2 bo'ladi. Sinus 20. Maxrajindan ham 1/2 sinus 20 kosinus 20. Ya'ni 1/2 ni hamma joyini ko'paytirib yozdik. Endi mana shu 1/2 bilan ilzosi 3/2lari sinusdagi kosinusdagi qiymatlarni yozishimiz kerak. Ya'ni 1/2 ga qachon teng sinus yoki kosinus desak bo'ladi. Bu yerda farqi bormi ekan qaysi olishimizni? Kosinus desak ham bo'lar edi. Kosinus qachon 1/2 ga teng? Kosinus 60 da. Bu yerda kosinus 20. Qo'shamiz. Sinus 60, sinus 20. Maxrajinda 1/2 sinus 20 kosinus 20. Ya'ni bular qiymatlarini yozib bo'ldik. Endi mana shu tepadagi ham bir formulani beradi bizda. Ya'ni mana shu formula. Kosinus alfa kosinus beta kosinus 60 kosinus 20 bir minus bizdagi plus lekin sinus 60 sinus 20. Bu yerda minus bo'lsa plus bo'ladi, plus bo'lsa minus bo'ladi. Demak biz mana shuni minus deb yozishimiz kerak. Ya'ni 60 dan 20 ni ayiramiz. Kosinus 60 minus 20. Maxrajinda buni desak bo'ladi. Surat va maxrajini yoki mana shu 1/2 ni yozamiz. O'chiramizdan 2 ko'paygan 1/4 deb yozsak bo'ladi. Barib qisqaradan 1/2 ni beradi. Va mana shu tarafi 2 sinus 20 kosinus 20. Qaysi formulaga to'g'ri keladi? Ikki sinus alfa kosinus alfa bo'lganda biz buni sinus 2 alfa deb yozsak bo'ladi. Ya'ni mana shu narsani sinus 40 deb yozsak bo'ladi. Va mana shu alindagi 1/4 ham bor. 60 dan 20 olsak shunda kosinus 40 maxrajinda 1/4 sinus 40. 1/4 aylanib ketadigan deb chiqqanda 4 bo'ladi. 4 ko'paygan kosinusi bo'lamiz sinusa. Bu yerda katangens hosil bo'ladi. Katangens 40. Demak javobi 4 katangens 40 degan javob bo'lishi kerak. 4-misolda ifodani soddalashtirishimiz kerak. Bu yerda ikkisi har xil ifoda bo'ladi, ya'ni bu yerda plus, bu yerda minus. Kosinus kvadrat bilan kosinus kvadrat. Buni biz ina formula bo'yicha yozsak bo'ladi. A kvadrat olamiz b kvadrat formulasi bo'yicha. Buni biz ikki qavsda yozamiz. Birinchi qavsda a minusdan b, a plusdan b. Ya'ni biz buni a degani kosinus x qo'shamiz y, b degani kosinus x olamiz y. Yozamiz. Birinchi qavsda a minusdan b. Ya'ni kosinus x qo'shamiz y. A ni yozdim, olamiz b. Kosinus x olamiz y. A minus b. Endi ikkinchi qavsda shu ifodani o'rtasi plus ishorasi bo'ladi. Kosinus x qo'shamiz y. Qo'shamiz kosinus x olamiz y. Endi bizda bir formula bor. Kosinus alfa plus beta va kosinus alfa minus beta degan formulamız bor bizlar. Agar bunning bo'ladigan bo'lsa, biz buni kosinus alfa kosinus beta o'rta plus bo'lgani uchun bu tarafda minusdan bo'ladi. Minusdan sinus alfa sinus beta. Agar o'rtasi minus bo'lsa, bunda plus bo'lishi kerak. Kosinus alfa kosinus beta plusdan sinus alfa sinus beta. Shunda biz buni mana shu ifodani yozamiz yana. Alfa bilan beta deb qarasak, tasavvurlasak, shunda kosinus x kosinus y o'rta plus bo'lgani uchun formulamizda o'rtasi aranda minus bo'ladi. Minus sinus x sinus y. Biz hozir mana shu ifodani yozdik. Olamiz. Endi nima ifoda? Buni minus bo'lgani uchun cos yozishimiz kerak. Kosinus x kosinus y o'rtasi minus bo'lgani uchun bu tarafda plusdan sinus x
sinus y. Ko'paytiramiz. Ina bir ifodaga keldik. Xuddi shu narsa. Prosta o'rtasi plyus oladi endi. Cosinus x cosinus y minus sinus x sinus y. Qo'shamiz. Cosinus x cosinus y minus bo'lgani uchun bu yerda plyusdan bo'ladi endi. Sinus x sinus y. Cos ochib olganda bu yerda minus bo'ladi, bu ham minusdan bo'ladi. Keyin bu yerda qisqaradigan narsalari kosinusga qisqarib ketadi. Ina bu ikkalasi qo'shganda ikkisidan minus bo'lgani uchun minus 2 dona sinus x sinus y. Ko'paygan bo'ladi keyin. Bu bilan bu qisqaradi. İkisini qo'shganimizda 2 dona kosinus x kosinus y qoladi ekan. Minus 2 bilan 2 ko'paytiramiz. Minusdan 4. Bular yazsak bo'ladi ekan desam, yo'q, minus 4 yozmay turamiz. Hozir shu yerda bir narsa yozamiz yana. Minus 2 sinus x va kosinus x'ni alohida yozaman. Minusdan 2 sinus x kosinus x. Keyin qolgan ifodalar 2 sinus y va kosinus y. 2 sinus y kosinus y. Bizda buni yuqoridagi formula bo'yicha 2 sinus alfa kosinus alfa kelsa, bizda buni sinus 2 alfa deb yozib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni 2 sinus x kosinus x kelsa, bizda buni bemalol sinus 2x deb yozsak bo'ladi. Ya'ni alfa bilan beta x bo'lgani uchun. Oldinda minus ishoram bor, minusdan deb yozamiz. Ko'paygan 2 sinus y kosinus y kelsa, buni bizda bemalol sinus 2y deb yozsak bo'ladi. Endi menimcha shu yo'nalishda qolsa kerak. Shuni javob bo'lsa kerak. Minusdan sinus 2x sinus 2y degan javob D javobda bo'ladi ekan. 5-misolda ifodani soddalashtiring deb yozib o'tish shartida B'dan ham ya misol o'xshash bo'ladi ekan bu misol ham. Qaysi misol edi bu? 3-misol o'xshab ketadi ozgina. Ya'ni surat mahrajini hamma joyini 1/2 ga ko'paytiramiz. 1/2 ga. Yuqorida shunda izosini 3/2 sinus alfa qo'shamiz. Bu yerda 1/2 ga ko'paytirsak 1/2 kosinus alfa. Mahrajindan ham izosini 3/2 kosinus 2 alfa qo'shamiz. 1/2 sinus 2 alfa. Endi yana buları inashlar sinusdagi qiymatlarni yozib chiqamiz. Ya'ni sinus bilan ifodalab yozib chiqamiz. Bu yerda sinus alfani birinchi bo'lib yozaman. Sinus alfa ko'paygan. Yana buni kosinus 30 deb yozsak bo'ladi. Kosinus 30. Yana bu kosinus alfa. Yana bu sinus 30. Ya'ni sinus bilan kosinus bilan bog'lab yozdik. Pastdan ham yana bu sinus 60 kosinus 2 alfa kosinus 60 sinus 2 alfa. Bular hammasi birdan formulada o'rganiladi. Ya'ni sinus alfa qo'shamiz beta degan formula. Buni biza bu yo'nalishda yozamiz. Sinus alfa kosinus beta qo'shamiz. Kosinus alfa sinus beta. Ya'ni bizda yuqorida alfa degani alfani o'zi, beta degani 30 ni o'zi. Demak, yuqoridagi ifodani yozamiz. Sinus alfa qo'shamiz 30. Pastda beta ham shuning formulasi. Sinus 60 kosinus 2 alfa, kosinus 60 sinus 2 alfa. Ya'ni shu formulani o'zi. Alfa bilan betani qo'shamiz bir-birisiga. Sinus alfa degani 60, beta degani 2 alfa. 60 qo'shamiz 2 alfa. Buni davomini ishlatishimiz endi. Yuqorini o'zini yozamiz yana. Sinus alfa qo'shamiz 30. Mahrajinda esa buni mana yozamiz. Sinus 2 ko'paygan 30 qo'shamiz alfa. Ya'ni ikkalasidan 2 ni chiqarsak kosin tashqariga, bu yerda 30 qoladi, bu yerda esa alfani o'zi qoladi. Endi yana formula bo'yicha yozamiz. Sinus 2 alfa. Buni biz shart yozamiz. 2 dona sinus alfa kosinus alfa.
Ya'ni sinus 2 mana shu alfa bo'lib turibdi. Shuna mahrajini 2 dona sinus alfa, ya'ni alfa degani 30 qo'shamiz alfa degani alfa degan bizda. Sinus 2 alfani 2 sinus alfa kosinus yana shu alfa deb yozamiz. Mana shu alfa bizda mana shu cos ichindagi 30 qo'shamiz alfa to'g'ri keladi. Yuqorisini esa mana bu narsa. Sinus alfa qo'shamiz 30. Mana shu ikkalasi bir xil. Lekin mana bu yerda 30 qo'shamiz alfa, alfa qo'shamiz 30. Qisqarganda minus ham aldanada savol bo'lishi mumkin. O'rtasi plus bo'lsa, almashganda farqi yo'q. Lekin shuning uchun bu yerda minus ishora chiqmaydi. Yuqorida 1 qoldi, mahrajында 2 bilan mana bu kosinus 30 qo'shamiz alfa qoldi. Ana shu javob bo'lishi kerak. 1 taqsim 2 kosinus 30 qo'shamiz alfa. 30 degan pi taqsim 6 deb yozsak bo'ladi 30 ni. Shuning uchun D javob bo'ladi ekan. Oltinchi misol, soddalashtiring. Quyidagi ifodani soddalashtirishimiz kerak. Bu yerda mana bu formula bor bizda. Ya'ni shu yozib qo'yaman. Agar sinus alfa ko'paygan sinus beta keladigan bo'lsa, ya'ni ikki dona sinuslari ko'paytmasi keladigan bo'lsa, buni 1 taqsim 2 kosinus alfa minus beta o'rta minus bo'ladi. Kosinus alfa qo'shamiz beta. Ya'ni bu toza formula bu. Buni yo'lga qo'yishimiz kerak. Ikki dona sinuslari ko'paytmasi kelsa, buni biz 1 taqsim 2 kosinus alfadan betani ayiramiz. O'rta minusdan kosinus alfa bilan betani qo'shamiz. Endi mana shu o'xshash holat, mana shu joyi. Alfa degani 7x, beta degani 3x. Shuni yozaman 1 taqsim 2 kosinus formula bo'yicha alfadan betani ayiramiz. Shunda 4x keladi. Ya'ni 7x dan 3x olsak 4x keladi. Minus kosinus alfaga beta qo'shamiz. 10x keladi. Ya'ni hamma tushundi menimcha. Kosinus alfa minus beta, kosinus alfa plus beta bo'yicha yozdik. Minusdan 1 taqsim 2 bu joyni ham kosinus ayirsak 6 alfa bo'ladi. Kosinus 6x. Endi bu joyga o'chirib turaman mana. Menimcha hamma tushundi. Cos ichida ayirganda 6x, qo'shganda 10x keladi. Minusdan kosinus 10x. Mahrajында esa sinus 5x ni o'zi keldi. Endi hamma qovsarni ochib yoki bo'lmasa 1 taqsim 2 ni cosdan tashqari chiqarsak ham bo'ladi. Kosinus 4x olamiz, kosinus 10x. Minus bor ekan o'rtasida, minus kosinus 6x. Minus bilan minus plusdan kosinus 10x bo'ladi. Va mahrajında sinus 5x ni o'zi. Yuqorida 10x qisqaradi, kosinus qisqaradi. Sababi oldinda minus bor, bu yerda plus bor. Qolgan narsalar kosinus 4x olamiz, kosinus 6x. Endi yana bir formula yozaman. Yuqoriga yozib qo'yaman birinlari. Agar kosinus alfa minus kosinus beta holat keladigan bo'lsa, bu ham toza formula, buni ham yo'lga qo'yishimiz kerak. Minusdan 2 sinus qo'shtirib 2 ga bo'lamiz. Sinus aytirib 2 ga bo'lamiz. Ya'ni kosinus alfa minus kosinus beta kelganda minusdan 2 sinus qo'shtirib 2 ga bo'lamiz. Sinus ayirib 2 ga bo'lamiz. 1 taqsim 2 ni yozib turaman. 1 taqsim 2 ni yozdik. Kosinus alfa olamiz, kosinus beta. Alfa beta. Shu forma bo'yicha. Minusdan 2 sinus
Qo'shib 2 ga bo'lamiz. Qo'shganda 10x, 2 ga bo'lganda 5x. Va yana sinus ayirib 2 ga bo'lamiz. Ayirganda minusdan 2x, ya'ni 4x dan 6x yasak minusdan 2x, 2 ga bo'lganda minusdan x keladi. Mahrajında ise sinus 5x. 2 bilan 2 qisqaradi. Minus bilan minusda plus aylanib ketadi. Sababi minus eldan chiqaradi sinus. Sinus 5x bilan sinus 5x ham qisqaradi va faqatgina sinus x ni o'ziga olib ketadi. Ya'ni sinus x. 6-chi misol javobi sinus x chiqadi ekan. 7-chi misolda mana shu quyidagi ifodani hisoblashimiz kerak. Bu yerda biz mana shu ikkala sinusni o'rtasi yig'ini deb qarasak, sinuslarni yig'inidan ko'paytmaga o'tishimiz kerak. Ya'ni yana bir toza forma yozaman. Sinus alfa qo'shamiz sinus beta kelganda necha deb yozsak bo'ladi. Ya'ni sinus alfa sinus betani biza 2 sinus qo'shib 2 ga bo'lamiz. Kosinus ayirib 2 ga bo'lamiz. Ya'ni biz hozir mana shu ikkisini 2 sinus deb turamizdan qo'shsak chiqadi ikkisini. 50 10 qo'shganda 60, 2 ga bo'lamiz 30. Kosinus 50 dan 10 olsak 40, 2 ga bo'lganda 20. Keyin davomida minusdan kosinus 20 ekan. Va plyusdan 1. Biz bilamiz sinus 30 1 taqsim 2 mana bu 2 bilan qisqarib ketadi. Ya'ni 2 ko'paygan 1 taqsim 2 bo'lgandan qisqarib ketadi. Faqatgina mana shu ifoda qoladi kosinus 20. Minus kosinus 20 bilan ham qisqarib ketadi. Demak javob faqatgina 1 qoladi ekan. 8-misolda soddalashtiring. Bu misol ishlash uchun bizga 2 ta formula kerak. Birisi sinus alfa qo'shamiz sinus beta. Birisi esa kosinus alfa qo'shamiz kosinus beta. Agar yuqoridagi kelsa, buni 2 sinus alfa qo'shamiz beta taqsim 2, kosinus alfa olamiz beta taqsim 2. Pastdagi ifoda kelsa, 2 kosinus alfa qo'shamiz beta taqsim 2, kosinus alfa olamiz beta taqsim 2. Ya'ni kosinuslarda har doim ikkisi ham kosinus bo'ladi. Sinuslarda bittasi sinus, bittasi kosinus bo'ladi. Shunda demak, biz bu yerda mana shu birinchisi bilan oxirgisini olishimiz kerak. Ya'ni eng kichkinasi bilan eng kattasini ana shu forma bo'yicha ishlaymiz. Ikkisi ham sinus, birinchi formula to'g'ri keladi. 2 sinus qo'shib 2 ga bo'lamiz. Qo'shganda 72 bo'ladi. 2 ga bo'lganda 36 bo'ladi. Kosinus ayirib 2 ga bo'lamiz. Ayirganda minusdan 40, ya'ni 16 dan olamiz 56 ni. Minusdan 40 keladi. 2 ga bo'lganda minusdan 20 keladi. Minusni kosinus yutib boradi. Va qo'shamiz davomida sinus 36 ni o'zi. Mahrajında. Endi kosinus 16 bilan kosinus 56 ni mana shu forma bo'yicha ishlaymiz. 2 kosinus qo'shib 2 ga bo'lganda 72 bo'lsa 36 bo'ldi. Kosinus ayirib 2 ga bo'lganda 20 bo'ldi. Va kosinus 36 ni o'zini yozib turamiz. Yuqoridan ikkisini bu narsa sinus 36 ni kosinus tashqariga chiqarsak bo'ladi. 2 kosinus 20 qo'shamiz 1 qoldi. Pastdan ham shu narsani chiqaramiz kosinus tashqariga. 2 kosinus 20 qo'shamiz 1 qoldi. Bular qisqaradidan sinus 36 taqsim kosinus 36 qoladi. Bularni bo'lganda tanginus 36 degan javob chiqadi. 9-misolda sinus 64 a bo'lsa, sinus 13 ni a orqali ifodalang. Ya'ni bu yerda 64 ekan, bu yerda 13 ekan. Mana shu 13 ga bo'linadigan sonlar. 13 ni o'zi 26, 39, 52 ana shu sonlarga akab bilamizmi 64 ni? Agarda mana shu 64 ni biza 90 - 26 desak keladi. Ya'ni biza mana shu ifodani
sinus 90 alamiz 24 deb 26 deb yozib olaman. Baribir 90 dan 26 ayirganda mana shu 64 hosil bo'ladi. Endi biz bilamiz 90 da odi o'zgaradidan kosinus 26 hosil bo'ladi. Kosinus 26 degani 90 dan ayirganda birinchi chorakda har doim sinus mustassam bo'ladi. Endi biza mana shuni topishimiz kerak. Ya'ni buni qiymati a-ga teng bo'lib turibdi. Bizda bir de mana formula yordam beradi. Kosinus 2 alfa. Ya'ni mana shu kosinus 2 ko'paygan 13 degani 26 ning qiymati. Buni bizda 3 dona formulasi bor. Birinchi formulasi kosinus kvadrat alfa olamiz sinus kvadrat alfa. Buni ham 2 kosinus kvadrat alfa olamiz 1. Bu esa 1 olamiz 2 sinus kvadrat alfa. Bir de sinus bo'lgani uchun biza mana shu sinus formulasidan ketsak bo'ladi. Ya'ni kosinus 26 ni biza yozamiz. Kosinus 2 ko'paygan 13. Kosinus 2 alfa. Mana shu alfa bo'lib turibdi. 1 olamiz 2 sinus kvadrat 13. Ya'ni ana shu oxirgi formulamiz bo'yicha alfani o'rniga 13 qo'ydik. Bu kosinus 26 ning qiymati a-ga teng. Ya'ni mana shu ifodaning qiymati a-ga teng. Biza mana shu sinus 13 ni topishimiz kerak. Bu durishini arana, buni esa bana o'tkazamiz. 1 minusdan a teng o'ng taraf o'tganda 2 sinus kvadrat 13. 2 ga bo'lamiz. 1 minusdan a taqsim 2 teng sinus kvadrat 13. Biza sinus 13 topishimiz uchun ildizdan chiqaramiz. Bu yerda ildiz qoladi. Javobi 1 minusdan a taqsim 2 ga chiqadi ekan. 10-misolda agar tangens mana shu pitasini 4 qo'shamiz alfa minus 11 bo'lganda katangens qiymatini topishimiz kerak. Bu misol ishlash uchun bizga tangens alfa qo'shamiz beta degan formula kerak bo'ladi. Agar shuni holat kelsa, nisbat yozamiz. Buni tangens alfa qo'shamiz tangens beta mahrajында 1 olamiz tangens alfa tangens beta deb yozsak bo'ladi. Bizda bir de alfaning qiymati pitasini 4, beta degan esa alfa vosifasida turibdi. Shuni mana yozamiz bu yerga. Tangens alfa qo'shamiz tangens beta mahrajında 1 minus tangens alfa tangens betaning ko'paytmasi. Yani tangens pitasini 4 ko'paygan tangens alfa teng minusdan 11. Pitasini 4 ning qiymati 45 gradus, tangens 45 da 1 teng bo'ladi. Shuni yozamiz bu yerga. Ha, bir de beta o'rniga alfa deyishimiz kerak. Tangens 45 da 1, shuni yozamiz bu yerga 1 qo'shamiz tangens alfa mahrajında 1 olamiz. 1 tangens alfa ko'paysa tangens alfani o'zi teng minusdan 11. Mahrajini bu tarafa ko'paytiramiz. 1 qo'shamiz tangens alfa teng minusdan 11 ko'paygan 1 olamiz tangens alfa. Minus 11 ko'paytiramiz. Minus 11 1 ko'paysa minusdan 11. Minus 11 minus tangens alfa ko'paysa plusdan 11 tangens alfa. Teng 1 qo'shamiz tangens alfa. Tangens alfani o'ng tarafiga manfiyat o'tkazamiz. 11 dan 1 dona olsak 10 dona tangens alfa teng bo'ladi. Minus 11 chap tarafga o'tkazamiz. Plus bo'ladidan 12 ga teng bo'ladi. Shu joydan tangens alfa topishimiz uchun 10 ga bo'lamiz. 12 taqsim 10. Tangens alfa teng 12 taqsim 10. Buni 2 ga bo'lganda yuqorida 6, pastda 5. Ya'ni 6 taqsim 5 ga teng bo'ladi. Lekin bizda shartында katangens alfa topishimiz kerak. Katangens alfa. Katangens alfani topishimiz uchun oddiygina tangensi teskari aylantirib qo'yamiz. Ya'ni 5 taqsim 6 ga teng bo'ladi. 10 ning javobi 5 taqsim 6. Siz javob bo'ladi ekan. 11-misolda mana shu ifodani hisoblashimiz kerak. Bizga bu yerda quyidagi formula kerak bo'ladi. Sinus alfa qo'shamiz sinus beta. Buni biza 2 dona sinus alfa qo'shamiz beta taqsim 2
kosinus alfa minusdan beta taqsim 2 deb yozsak bo'ladi. Ya'ni sinus 40 bilan sinus 20 ni ana shu forma bo'yicha yozishimiz kerak. 2 dona sinus qo'shib 2 ga bo'lganda, qo'shganda 60 keladi. 62 bo'lganda 30 keladi. Kosinus ayrib 2 ga bo'lamiz. Ayirganda 20 keladi. 2 ga bo'lganda 10 keladi. Alamiz kosinus 10 minusdan 1 ni yozib oldik. Sinus 30 qiymatini bilamiz. 1 taqsim 2. 2 bilan 1 taqsim 2 qisqarib, mana shuni o'z qiladi. Kosinus 10 alamiz. Kosinus 10 alamiz 1. Bular qisqaradidan javobi minusdan 1. 12-misolda tenglikni yechishimiz kerak. Bu tenglik mana shu mavzuga aloqasi yo'q. Buni keyingi mavzuda o'rgansak ham bo'ladi, lekin shundan ham ishlab kelsak bo'ladi. Biz bilamiz kosinus kvadrat alfa alamiz sinus kvadrat alfa degani bu kosinus 2 alfaga teng bo'ladi. Ya'ni biz mana shu ifodani chap tarafga o'tkazamiz. Kosinus kvadrat 2 taqsim 6 alamiz sinus kvadrat 2 taqsim 6 katta 1 taqsim 2 ni 2 dan. Endi mana shu ifodani ana shu formula bo'yicha kosinus 2 alfa deb yozishimiz kerak. Ya'ni kosinus 2 ko'paygan alfani yozamiz. X taqsim 6. Bu 2 bilan 6 qisqaradidan kosinus x taqsim 3 ga teng bo'ladi. Endi buni ishlashimiz uchun biz aylana chizamiz. Kosinus qachon 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi? 60 gradusda, ya'ni pi taqsim 3 degan gradusda. Va biza kosinusi x o'qini kesib o'tkazishimiz kerak, ya'ni y o'qi bilan parallel kesishimiz kerak. Yana bir qiymati bu yer pi taqsim 3 bo'lsa masofasi bu yerdan pi taqsim 3 bo'lishi kerak. 2 pi dan pi taqsim 3 ayirganda 5 pi taqsim 3 ga teng bo'ladi. Endi bizlara kattasi kerak. Ya'ni mana shu 1 taqsim 2 dan kattasi kerak. Shu ishon taraf kerak bo'ladi bizlara. Shunda aralıkı 5 pi taqsim 3 dan boshlanadi. Mana shundan boshlanadi. 2 pi ga keladi va 2 pi ustiga yana pi taqsim 3 qo'shishimiz kerak. 2 pi ga pi taqsim 3 qo'shganda 7 pi taqsim 3 ga teng bo'ladi. Mana shu x taqsim 3 degani argumenti katta bo'lishi kerak 5 pi taqsim 3 dan, kichkina bo'lishi kerak 7 pi taqsim 3 dan. Ya'ni o'ng tarafdagi uchun mana shu boshlanish nuqtasi shundan mana shu joygacha bo'lishi kerak. Va kosinus bo'lgani uchun buni davri 2 pi ni tashkil qiladi. Mana shu x taqsim 3 bizga bu yerda x taqsimimiz kerak. Shu hamma tarafini 3 ga ko'paytiramiz. 6 pi k qo'shamiz 5 pi ni o'zi keladi. Bu yerda 7 pi, bu yerda esa 6 pi k keladi. Ya'ni mana shu davri k o'rnina minusdan 1 beramiz. Ya'ni hamma joy minus 1 beramiz. Klar o'rnina faqatgina. Minusdan 6 pi qo'shamiz 5 pi. Ya'ni minusdan pi keladi. Bu yerda minus bersak minusdan 6 pi qo'shamiz 7 pi. Bu yerda ham pi keladi. Bu yerda minusdan pi, bu yerdan plusdan pi. Ya'ni mana shuni bir davr surverdikdan bir davr ko'chirdik desak ham bo'ladi. 6 pi k, 6 pi k. Siz davri 6 pi k bo'lgani uchun 6 pi k yozishimiz kerak bu yerda. 13-misolda kosinus 48 a bo'lsa, kosinus 6 ni topishimiz kerak ekan. 6 ga bo'linadigan son topishimiz kerak dedim. Bundan bir oldingi misollarda qaysisidir birsida. Bu yerda biz bunday yozamiz. Kosinus 96 ni ya'ni buni yozamiz yana. Kosinus 6 degani bu. Nima desa bo'ladi? Sinus 90 qo'shamiz 6 desa bo'ladi kosinus 6 ni. Ya'ni 90 da o'zgaradi odi. Kosinus 6 bo'ladi. Ikkinchi chorakda baribir sinus mustasam bo'ladi. Endi jolni qo'shganda 96 bo'ldi. Sinus 96 ni necha deb yozsak bo'ladi?
48 bo'lishi uchun bu sinus 2 ko'paygan 48 bari ko'paysa 96 bo'ladi. Endi bu sinus 2 alfa. Sinus 2 alfani qanday qilib yozsak bo'ladi? 2 sinus alfa kosinus alfa deb yozsak bo'ladi. Buni ham 2 dona sinus 48 kosinus 48 deb yozsak bo'ladi. Kosinus 48 ni qiymati a ga teng va sinus 48 ni topishimiz kerak. Bizda yana bir formulamız bor. Sinus kvadrat alfa qo'shamiz kosinus kvadrat alfa teng 1. Ya'ni sinus bilan kosinus kvadratlari qo'shganda mana shu argumentlari bir xil bo'lganda har doim yig'indisi 1 ga teng bo'ladi. Ya'ni mana bu chaqim sinus kvadrat 48 ga kosinus kvadrat 48 qo'shganda javob hamisha 1 chiqadi deyapman. Kosinus 48 o'rnini a qo'yamiz. A ni kvadrati a kvadrat teng 1 qo'shamiz sinus kvadrat 48. Buni o'ng tarafga kezamiz. Sinus kvadrat 48 teng 1 alamiz a ni kvadrat. Ildizdan chiqaramiz endi. Sinus 48 teng bo'ladi. Ildizasida 1 minusdan a kvadrat. Endi mana shu joyga olib borib qo'ysak bo'ladi. Bu yerdan yozaman. 2 sinus 48 qiymati ildizasida 1 minusdan a kvadrat. Kosinus 48 qiymati esa yuqorida a ga teng. Javobi mana shu bo'lishi kerak 13 ta. 14-misolda hisoblashimiz kerak. Bu misol ishlatishimiz uchun bizga sinus alfa alamiz sinus beta degan formula yordam beradi. Ikkalasi ham sinus, birisi alfa, birisi beta. Buni biza 2 dona kosinus qo'shib turib 2 ga bo'lamiz. Sinus ayirib turib 2 ga bo'lamiz. 2 kosinus 7 pitasm 12 dan pitasm 12 ni ayirib turib 2 ga bo'lamiz. Va sinus ikkalasini qo'shib 2 ga bo'lamiz. Ayirganda 7 pidan pi ni ayirganda 6 pitasm 12, 2 ga bo'lsak 6 pitasm 24. 2 kosinus 6 pitasm 24. Qo'shganda 8 pitasm 12, 2 ga bo'lganda 8 pitasm 24. Sinus 8 pitasm 24. 6 ga bo'lsak, yuqorida pi pastda 4 qoladi. 2 kosinus pi taqsim 4. 8 ga bo'lsak buni yuqorida pi pastda 3 qoladi. Pi taqsim 4 degani 45 gradus. Kosinus 45 gradusda 2 ko'paygan ildizasi 2 taqsim 2 ko'paygan sinus 60 gradusda ildizasida 3 taqsim 2 ga teng bo'ladi. 2 bilan 2 qisqaradi. Ildizasi 2, ildizasi 3 ko'paytirsak, ildizasida 6 bo'ladi, pastda esa 2 keladi. 15-misolda quyidagi ifodani hisoblashimiz kerak. Bu yerda bizga bir dona formula kerak hozircha, ya'ni sinus alfa minus beta. Buni sinus alfa kosinus beta alamiz kosinus alfa sinus beta deb yozsak bo'ladi. Ana shu formulaning o'ng tarafidagi ifoda quyida berilgan suratdagi ifoda. Sinus alfa kosinus beta alamiz sinus alfa yani sinus beta kosinus alfa. İkisi almashgan farqi kuni bizada. Bu ifodalar biza sinus alfa minus beta deb yozsak bo'ladi. Ya'ni sinus alfa minus beta. Mahrajdan formula o'xshatib turibdi, lekin pitasm 7 pitasm 12 bilan bular bir xil. Lekin mana bu ikkisi bir xil emas. Ana shu qaysidir birisini bir-birini o'xshatishimiz kerak bo'ladi. Yoki 5 pitasm 12 ni o'xshatishimiz kerak, yoki pitasm 12 ni o'xshatishimiz kerak. Mana shu osonroq 5 pitasm 12 sabab buni biza 5 pitasm 12 ni qiymatini pi 6 pitasm 12 alamiz pi taqsim 12. Ya'ni bu pi taqsim 2 ni beradi. Buni o'chirsak mana shunday qilib yozsak bo'ladi 5 pi taqsim 12 ni. Endi yozamiz shura kosinus pi taqsim 2 alamiz pi taqsim 12. Pi taqsim 2 deb o'zgaradi va sinus pi taqsim 12 ga o'zgaradi. Shu o'chirtirib yozsak bo'ladi. Sinus pi taqsim 12. Endi yana bir formula bizada kosinus alfa qo'shamiz beta degan formula.
Mana shu yozib turgan hamma formulani bir daftarga yozib yoki bir formula daftariga yozib borib, yo'llab borish kerak. Bo'lmasa misollari ishlash qiyin bo'ladi. Formula yo'llanmasa agar. Buni biza kosinus alfa, kosinus beta olamiz. Sinus alfa, sinus beta ko'rinishida yozsak bo'ladi. Lekin ana shu o'ng tarafi bu yerdan ham bor, lekin mana shular o'rni almashgan. Biza mana shu o'rnini almashsak nechga keladi? Sinus alfa, sinus beta minus kosinus alfa, kosinus beta. Buni o'rnini almashtirib bo'lmaydi, shuning uchun minus qilamiz yaxshi bu tarafda. Kosinus alfa qo'shamiz beta. Yani mana shu ifoda bu ifoda teng bo'ladi. Yani mana shu ifodani yozishimiz uchun minusdan deymizdan kosinus alfa bilan betani qo'shib qo'yamiz bir-biriga. Pi taqsim 12 ga 7 pi taqsim 12 qo'shganda 8 pi taqsim 12 hosil bo'ladi. Yuqorida 5 pi taqsim 18 dan ayiramiz pi taqsim 9. Pi taqsim 9 biza 2 pi taqsim 18 deb yozsak bo'ladi. 5 pi dan 2 pi ni ayirganda 3 pi taqsim 18. Sinus 3 pi taqsim 18. Mahrajında esa minusdan kosinus. Surat mahrajini 4 ta bo'lamiz. 2 pi taqsim 3. Yuqorida 3 ga bo'lganda pi taqsim 6 hosil bo'ladi. Beta qisqarganda sinus pi taqsim 6 da 1 taqsim 2, ya'ni 30 gradusda. Bu 120 gradus. Pini o'rniga 180 qo'ysak 120 gradus hosil bo'ladi. Kosinus 120 gradusdan minusdan 1 taqsim 2, eldinda yana bir minusdan bor. Bular qisqarib, ya'ni ko'payganda musbatga aylanib va yuqoridagi bilan pastga qisqarib javobi 1 chiqar ekan. 16-misol. İfodani soddalashtiring deyilgan. Bu yerda yig'indi yo ayirmadan biza ko'paytma o'tadan formulamiz yo'q bizlari. Ya'ni o'tadan formula bor, lekin bu yerda har xil bo'lgani uchun bularning formulasi yo'q. Shuning uchun bularni biza bir xil aytishimiz kerak. Ya'ni bu yerda yozaman hozir. Sinus alfa qo'shamiz sinus betaga esa biza buni 2 sinus alfa plus beta taqsim 2 kosinus alfa minusdan beta taqsim 2 deb yozsak bo'ladi. Agar minus kelsa necha yozamiz? Sinus alfa minusdan sinus beta kelsa birinchi kosinus keladi. 2 kosinus alfa plusdan beta taqsim 2 sinus alfa minusdan beta taqsim 2. Yani ikkisidan sinus bo'lsa, plus bo'lsa bu, minus bo'lsa bu formula keladi. Biza bular hammasini sinus deb yozishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni kosinus x bizdan necha deb yozsak bo'ladi sinus ko'rinishida. Ya'ni avval sinus bo'lgan, keyin kosinus o'zgarganini yozishimiz kerak. Ya'ni sinus 90 olamiz x. Yani kosinus x biza bundan ko'rinishda yozsak bo'ladi. 90 da o'zgaradi kosinusa va kosinus x hosil bo'ladi. Ya'ni biza mana shu o'chiramizdan sinus 90 minusdan x deb yozsak bo'ladi. Pastdagi ham shunday qilib yozamiz. Sinus 90 minusdan x. Ikkilasam sinus bo'ldi yuqoridan pastdan. Endi ana shu formulalar bo'yicha yozib olamiz. Birinchi minus ekan o'rta. Minus esa pastdagi formula bo'yicha yozamiz. 2 kosinus qo'shib 2 ga bo'lamiz. Ya'ni x bilan 90 minus x qo'shib 2 ga bo'lamiz. Va sinus ikkalasini ayirib 2 ga bo'lamiz. X dan ayiramiz 90 minus x'i 2 ga bo'lamiz. Mahrajında endi o'rtasi plyus kelgan 2 sinus qo'shtirib 2 ga bo'lamiz. Va sinus ayirib 2 ga bo'lamiz. E'tibor bergan bo'lsangizlar, men ayirishdan keyin qavs yozib turibman, sababi minus ta'sir qilish kerak. Endi bu yerda qisqaradi. 92 ga bo'lganda 45 bo'ladi. 2 kosinus 45. Qavs ocharsak minusdan 90 plusdan x. X qo'shganda 2x minus 90 bo'ladi yuqorida. Ya'ni 2x minusdan 90. 2 ga bo'lganda x minusdan 45 hosil bo'ladi. Sinus x minusdan 45. Mahrajında x qisqaradi. 92 ga bo'lganda 45. Yani 2 sinusdan 45 hosil bo'ladi.
Cos açarsak minusdan 90 plusdan x. X qo'shganda 2x alamiz 90 hosil bo'ladi bu yerda. 2x 2 ga bo'lganda x 92 ga bo'lganda 45 hosil bo'ladi. 2 bilan 2x qaradi. Cosinus 45 dan ilzasi 2 taqsim 2. Sinus 45 dan ham ilzasida 2 taqsim 2. Bular ham qisqarib ketadi. Ikkisidan bir xil emasmi bular? Bir xil bo'lgani uchun bular ham qisqarib javobi 1 chiqadi ekan. Bir joyni xato tikibmiz. Agar siz ham bo'lsangiz bilgan bo'lsangiz kerak menimcha. Ya'ni sinuslar qo'shgandan ishlab yozar edik. Qo'shganda birinchisi sinus, ikkinchisi kosinus bo'lishi kerak edi. Ya'ni birinchisi sinus bo'lib turibdi, ikkinchisi kosinus deb yozishimiz kerak edi. Bu yerda ham kosinus bo'ladi keyin. Bular qisqa ketdi. Sinusni kosinusga bo'lganda tangens keladi. Tangens x minusdan 45. 45 ni biza pi taqsim 4 ko'rinishda yozsak bo'ladi. Tangens x minusdan pi taqsim 4. 7-chi misolda tangens alfa bilan tangens beta berilgan va alfa beta qo'shganda 60 gradus bo'ladigan bo'lsa, x ni mana shu x topishimiz kerak bo'lib turibdi. Mana shu berilgan joyni ikki tarafidan ham tangenslab beramiz. Tangens alfa qo'shamiz beta tang tangens 60 ga. Endi biza mana shu tangens alfa plus betani formulasini yozishimiz kerak. Buni biza tangens alfa qo'shamiz tangens beta mahrajida 1 olamiz. Tangens alfa tangens beta ko'rinishini yozsak bo'ladi. Ya'ni tangens alfa qo'shamiz tangens beta 1 olamiz tangens alfa tangens beta. Tangens alfaning qiymati izosida 2 taqsim izosida 3. Buni to'g'ri yozamiz yaxshi. Izosida 2 taqsim izosida 3 qo'shamiz. Tangens beta x taqsim izosida 3. Mahrajida 1 olamiz. Izosi 2 taqsim izosida 3 ko'paygan x taqsim izosida 3 dang. Tangens 60 ning qiymati izosida 3 ga dang bo'ladi. Mahraj bir xil bo'lganligi uchun suratlarni qo'shamiz. Bu tarafga yozamiz. Izosida 2 qo'shamiz x, pastda izosida 3 bo'lamiz. Pastda ko'paytirganda 3 oladi. 3 dan mahraj beramiz. 3 olamiz, izosida 2x bo'ladi ekan. Mahrajida esa 2 ni ko'paytirganda 3 hosil bo'ladi. Dang, izosida 3. Endi bu joydan nima qilamiz? Mana shuni bilan ko'paytiramiz. Ya'ni mana shu kasrni mahrajini izosi 3 tarafga ko'paytiraman. Izosi 3 har birisini ko'paytiramiz ichini. Yoki bo'lmasa mana shu izosi 3 bilan bu qisqaradidan bu yerda izosida 3 hosil bo'ladi. Ya'ni 3 degani bilamiz. Izosi 3 degani birisi qisqarib, birisi qoladi. Endi nima qoldi? Bu narsa yo'qolib ketdi va ana shu 2 qolib ketdi. Bular ham dang bo'lishi bularni qisqartiramiz. Yuqorida izosi 2 qo'shamiz x dang bo'ldi. 3 olamiz izosi 2x. Buni bu tarafga o'tkazamiz ekan. Izosi 2 ni ana tarafga o'tkazamiz. X qo'shamiz izosi 2x dang 3 olamiz ildiz 2. Bu yerdan x chiqarib turamiz cosdan tashqari 1 qo'shamiz izosi 2 dang 3 olamiz izosida 2. Bo'laramiz endi x topish uchun. X dang bo'ladi 3 olamiz izosida 2 ni bo'lamiz 1 qo'shamiz izosi 2 ga yoki bo'lmasa izosi 2 plus 1 ga. Javob tekshirib ko'ramiz, shunday javob bo'lar ekan. Bu yerda hammasi irratsional qutqarilgan hammasi. Shuning uchun biz bu ifodani irratsionallikdan qutqaramiz. Mahrajindagi ifodani minus qilishdan beramiz. Izosi 2 minusdan 1, mahrajidan izosi 2 minusdan 1. Pastda a plusdan b, a minusdan b. Ya'ni a kvadrat minus b kvadratga to'g'ri keladi. Buni kvadrati 2, buni kvadrati 1. 2 dan berasak javob 1 chiqadi ekan. Suratini esa addan ko'paytiramiz. 3 izosi 2 ko'paytirsa 3 izosi 2. 3 minus 1 ko'paysa minusdan 3.
İzası 2, izası 2 ko'paysa 2 bo'ladi. Minus bo'lgani uchun minusdan 2 bo'ladi. Minusdan minus ko'paysa plyusdan, izasi 2 ga 1 ko'paysa izasi 2 hosil bo'ladi. 3 dona izasi 2 ga 1 dona izasi 2 qo'shadigan bo'lsak, 4 dona izasi 2 hosil bo'ladi. Minus 3, minus 2 degani esa minus 5 ni beradi. Javob 4 dona izasi 2 alamiz 5. 18-ci misol ishlashimiz kerak. Adashmasam bu misol 3-chi misolga deyarli o'xshash, faqat suratlar o'zgargan ekan. Quyidagi kesirlarga mahraj beramiz. Bunga kosinus 20 dan, bunga sinus 20 dan mahraj beramiz. Shunda nima bo'ladi? Ilzasini 3 kosinus 20 qo'shamiz 1 sinus 20. Mana shu bir yozsak ham, yozmasak ham bo'ladi. Mahrajida esa sinus 20 bilan kosinus 20 ni ko'paytmasak hosil bo'ladi. Endi hamma joyi surat mahrajini 1 taqsim 2 ga ko'paytiramiz. Shunda ilzasida 3 taqsim 2 kosinus 20, bu yerda esa 1 taqsim 2 sinus 20. Mahrajida esa 1 taqsim 2 sinus 20 kosinus 20. Ya'ni suratidan 1 taqsim 2, mahrajidan 1 taqsim 2 ni ko'paytirib yozdik. Endi ilzasi 3 taqsim 2 va 1 taqsim 2 lari sinusdagi ifodasini yozishimiz kerak. Ya'ni qachon sinus ilzasi 3 taqsim 2 ga teng bo'ladi? Qaysi gradusda? 60 gradusda albatta. Va kosinus 20. Bu kosinus 60, nomi sinus 20. Mahrajında 1 taqsim 2 sinus 20 kosinus 20 hosil bo'ladi. Endi yuqorida biza bir formuladan foydalanishimiz kerak. Ya'ni sinus alfa kosinus beta kosinus alfa sinus beta esa bu sinus alfa plus betani formulasini beradi. Yani sinüs 60 kosinüs 20, kosinüs 60 sinüs 20. Sinüs alfa kosinüs beta, kosinüs alfa sinüs beta. Yani yukarısı bu tarafı yazsak bo'ladi endi. Sinüs alfa qo'shamiz beta, 60 qo'shamiz 20, 80 ni beradi. Mahrajida mana shu 1 taqsim 2 ni biza o'chirib turamizdan 2 ko'paygan 1 taqsim 4 deb yozsak bo'ladi. Endi bu tarafni nima beradi? 2 sinüs 20 kosinüs 20. 2 sinüs alfa kosinüs alfa degani bu sinüs 2 alfani formulasini beradi. Shunda mahrajini 1 taqsim 4 sinüs 20 kosinüs 20 degani bu sinüs 40 ga beradi. Ya'ni alfa alfa bo'lsa, bu yerda 2 alfa ga teng bo'ladi. Endi sinüs 80 ni yozamiz. O'chirib turamizdan 2 ko'paygan 40. Ya'ni sinüs 2 alfa. Buni biza mana shuni atib 2 sinüs alfa kosinüs alfa deb yozsak bo'ladi. Yani 2 sinüs 40 kosinüs 40. Mahrajında 1 taqsim 4 sinüs 40. Sinüs 40 bilan sinüs 40 qisqaradi. 4 depachi ketganda 2 ko'paysa 8 bo'ladi. 8 kosinüs 40. 19-cı misol. Bu mavzudagi eng qiyin misollardan birisi. Hozir shuni doskada ishlaymiz. Pi taqsim 3 dan ban tarafini alohida hisoblashimiz kerak. Ki oxirida pi taqsim 3 ni ikkisini soddalashtirib ko'ramiz. Birinchi qarasak 1 taqsim 3, 1 taqsim 7, 1 taqsim 13, 1 taqsim 21, 1 taqsim 91, 1 taqsim 111 gacha. Ki mana buni o'zi adini turibdi. Shu sonlarga e'tibor beramiz hozir. Ya'ni 3, 7, 13, 21, 91, keyin 111. Mana shu sonlar qandaydir bir ketma-ketlik asosida yetib qotirgan bu. Ya'ni işte ma'lum bir qoida bo'yicha yetib qotirlar. Shu qoidani birinchi anglab olish kerak bo'ladi. Birinchi 3, keyin 7, keyin 13, 21. Bularni bilan yozamiz yana. 3 degani bu 1 ni kvadrati qo'shamiz 1 plyusdan 1. 7 degani esa 2 ni kvadrati qo'shamiz 2 plyusdan 1. 13 degani 3 ni kvadrati qo'shamiz 3 qo'shamiz 1. 21 degani 4 ni kvadrati qo'shamiz 4 qo'shamiz 1.
Yani 16, 16 4 qo'shganda 20, 21 qo'shganda 21. Shunday qilib ketaveradi. Oxiridagi son 111 degan son bor. 111 degan nima ham bu? 100 plus 10 plus 1. Ya'ni 10 ni kvadrati qo'shamiz 10, qo'shamiz 1. Ya'ni shu bo'yicha ketib hozir bu ketma-ketliklar. Endi shunda 1 ni n desak nechta bo'ladi? N kvadrat qo'shamiz n qo'shamiz 1. Ya'ni 1 qo'ysak 3 keladi hozir. 2 qo'ysak 7 keladi. 3 qo'ysak 13 keladi. 4 qo'ysak 21 keladi. 10 qo'ysak esa 111 keladi. Ya'ni hammasi shunday bo'lib turadi ketma-ketlik bo'yicha. Ya'ni bu arc tangeniz 1 taqsim n kvadrat qo'shamiz n plus 1. Mana shu ketma-ketlik bo'yicha hammasi ketib qo'yadi. Hozir 1 qo'ysak inashi keladi, 2 qo'ysak bu keladi, 3 qo'ysak bu keladi. Ishi n o'rniga son qo'yganda keladi hammasi. Ishining misollari necha deb yozsak bo'ladi? Yozamiz yana arc tangeniz mana shu 1 ni n plusdan 1 olamiz n. Ya'ni n lar qisqarib 1 qolib ketadi. Maxrajida 1 qo'shamiz n plusdan 1 ko'paygan n. Hozir ochib o'rganda n kvadrat qo'shamiz n plusdan 1 mana shu keladi. Bu qaysidir bir ifoda o'xshatib turibdi hozir. Ya'ni a minusdan b taqsim 1 plus a b. Bizda bunday formula bor edi. Tangeniz alfa olamiz beta degan formula. Tangeniz alfa olamiz tangeniz beta. Maxrajida 1 qo'shamiz tangeniz alfa, tangeniz beta ko'rinishida. Ya'ni buni tangeniz alfada qarang, buni tangeniz betada qarang. Tangeniz alfa minus tangeniz beta taqsim 1 plus tangeniz alfa tangeniz beta. Ya'ni buni biza arc tangeniz n plusdan 1 minus arc tangeniz n ko'rinishida yozsak bo'ladi. Ya'ni ish ifodani bunday yozsak bo'ladi. Bu ifodamiz esa ina bundan. Ya'ni arc tangeniz 1 taqsim n kvadrat qo'shamiz n plusdan 1 kelsa, buni biza arc tangeniz n plusdan 1 olamiz arc tangeniz n ko'rinishida yozsak bo'ladi ekan. Hozir biz 1 qo'ydik-ku bu yerga. 1 qo'ysak nima bo'ldi hozir? Arc tangeniz 1 taqsim 3 keladi. Ya'ni 1 qo'ysak 1 1 1 3 keladi. Bir 1 qo'ysak arc tangeniz 2 olamiz arc tangeniz 1 hosil bo'ladi. Endi 2 qo'ysak nima keladi? Arc tangeniz 1 taqsim 2 ni kvadrati 4, 2 qo'shganda 6, 1 qo'shganda 7. Bellarni 2 qo'yamiz. Arc tangeniz 3 olamiz arc tangeniz 2. Ya'ni 1 taqsim 3 mana shunga teng, 1 taqsim 7 mana bunga teng bo'ladi. Keyin 3 qo'ysak nima bo'ladi? Arc tangeniz 1 taqsim 3 ning kvadrati 9, 3 qo'shganda 12, 13. 1 taqsim 13 teng bo'ladi. 3 qo'ysak arc tangeniz 4 olamiz arc tangeniz 3. Ya'ni mana shu joylarga 3 qo'yibmiz enlar o'rnina. Shunda biz buni topdik, navoga teng bo'lishini. Va buni ham topdik, navoga teng bo'lishini. Buni ham topdik. Endi shu ketma-ketlik bo'yicha oxirgisi nima bo'ladi ekan? 1 taqsim 111. 111 kelish uchun bu yerga biz 10 qo'shishimiz kerak. Shunda yozaman. Arc tangeniz 10 qo'ysak 111, 111, 1 taqsim 111 teng bo'ladi ekan. 10 qo'ysak arc tangeniz 11, olamiz arc tangeniz 12. Arc tangeniz 11, olamiz arc tangeniz 12. Endi shu bo'yicha boshqacha yozib chiqsak bo'ladi boshundan. Birinchi bo'lib pi taqsim 3 yozamiz. Pi taqsim 3 qo'shamiz. Arc tangeniz 1 taqsim 3 qiymati arc tangeniz 2 olamiz arc tangeniz 1 teng bo'ladi ekan. Arc tangeniz 2 olamiz arc tangeniz 1. Qo'shamiz keyin
Ark tangents 1 taqsim 7'ni 10'dan olsa, ark tangents 3 alamiz, ark tangents 2 koyamiz. Ark tangents 3 alamiz, ark tangents 2. Ark tangents 1 taqsim 13 10'dan olsa, ark tangents 4 alamiz, ark tangents 3. Va o'rtada yana shunday ifodalar ko'p. Oxirida kelsa 111'i ark tangents 11 alamiz, ark tangents 12 deb yozsak bo'ladi. Alamiz mana bu ifoda ark tangents 11. Shunda bundan bo'yicha biz yozdik hozir. Bu boshidagi ifodada, bu esa oxiridagi ifodada. Endi qarasak, ark tangents 2 bilan bu qisqaradi. Ark tangents 1 dan qisqaradigan narsa yo'q bu yerda hammasida. Ya'ni 3 ko'payib boradi anani. Lekin ark tangents 3 bilan mana bu ark tangents 3 qisqaradi. 4 bilan esa bu yerdagi birisi 4 qisqaradi. Mana bu minus 12 boshina keladi o'rtasida. Hozir aytaman. Bundan bir ellik son bor, 91. Ark tangents 1 taqsim 91 biza ark tangents 12 nima deb bo'lsa bo'ladi uni? On ikki bilan qisqarish uchun ark tangents 12 alamiz, ark tangents 13 deb olsak bo'ladi. Ya'ni 12 ham qisqaradi bu yerda baribir. Mana bu qisqarmay qoladi bizada, lekin baribir oxirida bu narsa bo'lgani uchun bularni qisqarib ketadi. Faqatgina ark tangents 1 qolib ketadi ekan bizada. Pi taqsim 3 ni o'zini yozamiz, alamiz. Ark tangents 1 dani bu yerga yozib olamiz. Pi taqsim 3 ayiramiz. Qachon biradang bo'ladi tangents degani bu? Ya'ni ark degani qachon tangents biradang bo'ladi. Albatta pi taqsim 4, ya'ni 45 gradusda. Buna 4 dan, buna 3 dan mahraj beramiz. 4 pi taqsim 12 dan ayiramiz 3 pi taqsim 12 ni. Ayırsak pi taqsim 12. 20-misolda ifodani hisoblang. Sinus kvadrat 45 qo'shamiz x, bu yerda esa sinus x bilan kosinus x'ni ko'paytmasi kelgan. Bu yerda nimadir hisoblasak bo'ladi. Bizda bir formula yozaman. Ishimiz to'g'ri to'g'ri keladigan formula. Sinus kvadrat alfa taqsim 2. Ya'ni bu yarim burchak formulasi bu. Buni biza 1 alamiz, kosinus 2 ko'paytirsak alfa mahrajida 2. Ya'ni ichida 0 bo'lmasa, buni 2 ko'paytmasi bo'lib turadi bu yerda. Endi mana shuni alfa deb qaraymiz, shu ifodani alfa deb qaraymiz. 1 alamiz, kosinus 2 ko'paytiramiz. Ya'ni alfa ku. Bunda alfa taqsim 2 dan alfa o'tgan. 2 marta ko'payib o'tgan. Buni 2 ko'paytiradigan bo'lsak, 90 qo'shamiz 2x hosil bo'ladi. Mahrajida esa 2. Alamiz sinus x va kosinus x'ni ko'paytmasi. Biz bilamiz, kosinus 90 da oda o'zgaradi. Sinus bo'ladi. Sinus 2x. Va mana bu ishorasini bilishimiz kerak endi. O'zgardi deb sinusa 90 ni qo'shganda ikkinchi chorakka o'tadi. Ya'ni argument ikkinchi chorakda bo'ladi. Ikkinchi chorakda kosinus ishorasi manfiy bo'ladi va mana bilan plus bilan ketadi. Alamiz sinus x kosinus x. 1 qo'shamiz sinus 2x ni nechalasak bo'ladi? Sinus 2x ni formulasi. Ya'ni sinus 2 alfa 2 sinus alfa kosinus alfa deb yozsak bo'ladi. 2 sinus x kosinus x mahrajida 2. 2 dan mahraj beramiz buni ham. Minusdan 2 bo'ladi. Sinus x kosinus x. Yana bilan bu qisqaradi. Mana bu yerda 1 qolib ketadi. 1 ni bo'lamiz 2 ga. Javob 1 taqsim 2. 10 li kasrda 0,5. 21-misolda quyidagi tenglamaning ildizlari tangens alfa bilan tangens beta ekan. Agar shu ildizlar bo'lganda tangens alfa plus betani topishimiz kerak bo'ladi. Birinchi ildizlarni topamiz, tenglama oddiygina. Xolosak diskriminant, xolosak vet tekshirsak ham bo'lar edi. Lekin bu yerda vet ishlatish qiyin, sababi diskriminantdan ildizdan chiqmaydi oson keladi. Shuning uchun
Diskret o'zini topamiz. 3 ning kvadrati 9, minusdan 4 ko'paygan, 5 ko'paygan, minusdan 1. Ya'ni biza diskret formulasi bor edi. B kvadrat olamiz 4 ko'paygan a ko'paygan s. 9 minus 4 a degani 5, s degani minusdan 1. Minusi bilan yana minusi plyus bilan ketadi. 20 qo'shamiz 9, 29 keladi ekan. Shunda birinchi yechimi x1 deng 3 qo'shamiz. Ildizdan chiqarsak, ildizasida 29, mahrajida 2 ko'paygan a, ya'ni 10 keladi. x2 tepadan bo'lsak, 3 olamiz, ildizasida 29, mahrajida 10 keladi. Bular ildizlaradi va ana shu ildizlari tangens alfa bilan tangens betadi. Shuni yozamiz bu yerga. Tangens alfani qiymatam 3 qo'shamiz, ildiz 29 taqsim 10 dan. Tangens beta degan ham 3 olamiz, ildizasi 29 taqsim 10 deng bo'ladi. Endi mana shuni topishimiz kerak. Ana shuni formulasini yozamiz bu yerga. Tangens alfa qo'shamiz beta. Buni biza tangens alfa qo'shamiz tangens beta mahrajida 1 olamiz, tangens alfa ko'paygan tangens beta ko'rinishini yozishimiz mumkin. Shunda tangens alfa degani qiymati 3 qo'shamiz, ildiz 29 taqsim 10 qo'shamiz. Tangens beta degani 3 olamiz, ildiz 29 taqsim 10 mahrajida 1 olamiz, tangens alfa bilan tangens betani ko'paytiramiz. 3 qo'shamiz, ildiz 29 taqsim 10 ko'paygan 3 olamiz, ildiz 29 taqsim 10. Kasri surati oddiygina qo'shish, mahrajlari teng bo'lgani uchun suratdagilarni qo'shamiz. Bular qisqaradi. 3 qo'shganda 6, mahrajida 10. 1 olamiz. Bularni ko'paytirish va surati a plyusdan b, a minusdan b. Buni kvadrati 9, buni kvadrati 29. 9 29 ayirsak minusdan 20. Yana hozir ishni tushunmagan odamlar bo'lishi mumkin. Biz ham mana bu formuladan foydalandik. A qo'shamiz b ko'paygan a olamiz b. Buni biza a ni kvadrati olamiz, b ni kvadrati ko'rinishini yozishimiz mumkin. Ya'ni a degani 3, 3 ni kvadrati 9 deb yozdik. B degani 29 ildizasida, uni kvadrati 29 bo'ladi. 9 olamiz, 29 yana esa minus 20 beradi. Minuslar 2 dan minus kelgani uchun plyusdan bo'ladi. 20 ni 10 bo'lganda 2 chiqadi. 2 ga 1 qo'shganda 3 chiqadi. 6 taqsim 10 ni bo'lamiz 3 ga. Bundan hamma bo'lib biladi. 6 taqsim 10 bo'lamiz 3. 3 mahrajidan 1 bola qaraymiz. 6 taqsim 10 ko'paytiramiz 1 taqsim 3. 3 bilan 1 qisqarib 2 qoladi. 2 bilan 10 qisqarib yuqorida 1, pastda esa 5 qoladi. 22-misol. Ifodani qiymatini toping. Mana shu ifodani qiymatini topishimiz kerak. Yana oddiygina buni mahraji 1, mahraj beramiz. Izasi 3 olamiz. 4 bilan birga boramiz. 4 ko'paygan kosinus 50, kosinus 80. Mahrajida esa 4 kosinus 50. Mana bu o'rta ko'paytirish bo'lgani uchun bizda mana shu formula kerak bo'ladi. Ya'ni kosinus alfa ko'paygan kosinus beta deganda biz uni chalib yozishimiz mumkin. 1 taqsim 2 kosinus alfa qo'shamiz beta qo'shamiz kosinus alfa minusdan beta. Cos ichida bo'ladi. Shunda yozamiz bu yerga. Ildizasida 3 olamiz. 4 formulada 1 taqsim 2 bor bizda. 1 taqsim 2 cos ichida kosinus alfa qo'shamiz beta qo'shganda necha keladi bu yerda? 50 qo'shamiz 80 degani 130 qo'shamiz. Endi ayiramiz. 50 dan 80 ayirsak minusdan 30, baribir uni kosinus 30 deb yozamiz. Sababi kosinus minusdan yutib beradi. Mahrajida esa 4 ko'paygan kosinus 50. İki bilan 4 qisqarib 2 qoladi. Endi 2 ni cos ichidagi sonlarga ko'paytiramiz.
ilzasini 3 alamiz. 2 kosinus 130. Minus boradi, 3 minus bo'ldi. Minus bilan plus ko'paysa, minusdan 2 kosinus 30 da ilzasi 3 taqsim 2. Taqsim 2 bilan 2 qisqarib, ilzasi 3 ni o'zi oladi bu yerda. İlzasi 3 dan qisqaradi. Buni endi biza 90 qo'shamiz, 40 derasak bo'ladi 130 ni. Minusdan 2 kosinus 90 qo'shamiz 40. Mahrajında 4 kosinus 50. 90 da albatta o'zgaradi. Sinus o'zgaradi. Va ikkinchi chorakda manfiy bo'ladigan mana bu manfiy bilan musbat aylanib ketadi. 2 90 da sinus 40 bo'lib o'zgaradi. Mahrajında 4 kosinus 50. Endi kosinus 50 deganimizda 90 minus 40 desak bo'ladi. Ya'ni baribir 90 dan 40 ayirsak 50 keladi. 90 da o'zgaradi, sinus 40 bo'ladi va yuqoridagi bilan qisqarib ketadi. 2 bilan 4 ham qisqarib, yuqorida 1, pastda 2. Ya'ni javob 1 taqsim 2 chiqadi ekan. 23-misolda sinus yig'indilar berilgan, kosinusni ham berilgan. Mana shu ifodani topishimiz kerak. O'zi biza kosinus x minus y ni ishlatib yaysak bo'ladi. Ya'ni alfa minus beta. Buni biza kosinus alfa kosinus beta qo'shamiz. Sinus alfa sinus beta deb yozsak bo'ladi. Endi bizda alfa degani x, beta degani esa y. Buni ochib ko'ramiz. Kosinus x kosinus y bir minus bo'lgani uchun bizda plus bo'ladi. Sinus x sinus y. Kosinuslari ko'paytmasi va sinuslari ko'paytmasi kerak bo'ladi. 10 ko'paytmasi topish esa ikkisini kvadratga deklaramiz. Yuqorini kvadrat deklasak sinus kvadrat x qo'shamiz 2 dona sinus x kosinus y sinus y va sinus kvadrat y. Ilzasi 2 ni kvadrati 2 ga teng bo'ladi. Endi pastda qatorni kvadratga deklaymiz. Kosinus kvadrat x 2 kosinus x kosinus y qo'shamiz kosinus kvadrat y teng bo'ladi. 1 ni kvadrati 1. Endi ana shu ko'paytmalarini yig'inisi kerak bizga. Shuning uchun mana shu ikki dona ifodani bir-biriga qo'shib yuboramiz. Sinus kvadrat x kosinus kvadrat x qo'shganda birinchi aytyapti bu, ya'ni sinus kvadrat alfa qo'shamiz kosinus kvadrat alfa 1 ga teng bo'ladi. Bular ham 1 ga teng, bular ham 1 ga teng. Shunda ikkalasi jami 2 ga teng bo'ladi. 2 qo'shamiz. Bu ikkisini 2 ni klassdan tashqari chiqarib turamiz. Shunda sinus x sinus y qo'shamiz kosinus x kosinus y. Ya'ni bu ikkisi 1 oldi, bular ham 1 bo'ldi, ikkalasi 2 bo'ldi. Shuni 2 deb yozdik. Va mana bular qo'shganda 2 ni ikkisidan bo'lgani uchun qavsdan tashqariga chiqarib yozdik. Bu yerda bu qoldi, bu yerda esa bu qolib ketdi. 2 ga 1 qo'shganda esa javob 3 hosil bo'ladi. Mana bu 2 ni o'ng tarafga o'tkazamiz. Shunda 3 dan 2 olsak 1, bu yo'qolib ketadi. Mana bu 2 ga bo'lamiz. Shunda javob 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi ekan. Mana shu ifoda qiymat bilan mana shu ikkisi bir xil. Prosta o'rni almashgan, lekin baribir o'rtasi plus bo'lgani uchun uni ahamiyati yo'q. Javobimiz 1 taqsim 2. 24-misolda mana shu ifodani soddalashtirishimiz kerak. Bu misol 4-misol bilan deyarli bir xil. Faqat o'rni almashgan ekan. 4-misolda d javob chiqqan bizda. O'rni almashgani uchun endi ana shu d javobni ishorasi almashgan bo'ladi. Ya'ni javob b javob bo'ladi. Sinus 2x sinus 2y. Va 88-mavzuni eng oxirgi misoli 25-misolda ifodani soddalashtirishimiz kerak. Yuqorisidan qarasak 55 9 55 lekin 81. 9 bilan 81 do'lashimiz kerak. Ana shu 81 ni biza 90 minus 9 derasak bo'ladi. 90 da o'zgaradi. Kosinus o'zgarib, birinchi chorakda 9 bo'ladi. Ya'ni kosinus 9. Endi yuqorisi ma'lum bir formula o'xshatibdi.
Biraz beraman. Kosinus alfa plusdan beta. Bize mana shu formulani bilan tepsak bo'ladi. Kosinus alfa kosinus beta. Agar bir plus bo'lsa beta minus bo'ladi. Sinus alfa sinus beta. Lekin bu yerda o'rni almashgan uchun minusdan turamizdan alfa plus betani qo'shamiz. 64 bo'ladi ekan. Kosinus 64 dang bo'ladi. Ya'ni formula bo'yicha o'rni almashtirsak aldan minus chiqadi. Shuning uchun minus chiqardik va mana bu yer o'zgarmay turaveradi. Alfa bilan beta qo'shamiz 64. Yana bir formula bor bizda. Kosinus kvadrat alfa olamiz sinus kvadrat alfa. Buni biza kosinus 2 alfa deb yozishimiz mumkin. Ya'ni kosinus kvadrat 32 olamiz sinus kvadrat 32. Buni biza kosinus 2 ko'paytirganda necha keladi? 64. Ya'ni kosinus 64 deb yozsak bo'ladi. Bir xil bo'lish qisqaradidan javobi minusdan 1. Shu bilan video dars tamom bo'ldi.